Zalim Xitoy hukumatiga men Mahmud Tavakkul Qag'aliq Naiya Tövgjiza 13 mahallidan mening qarindishimni 2016 yilning 29 xotandan tutib xotandan 2013 yani 3-4 atrofida Urumchi birinchi turmaga o'tkazdi inimni. Urumchiga o'tgandan keyin ko'rishtirmadi. Dadam, anam, men biz 7-8 qator takrar ketdik. Ko'rishtirmadi. Anamdan keyin 2013 12 oyda ko'rishtirdi. Aradan 3 yildan o'tgan vaqtda ko'rishtirdi. Yine mening inimdagi shu vaqtda badallari ziyadlashib ketgan. Mening inim şu an hayatmı, ölükmü onu hiç bilmeymen. Mening kichik qarindishim, dadam, anam nerede onu bilmeymen. O kampda. Mening ballarimning anısı, yani Habibam Himit şu an kampda. Çin hükümeti olanı yani Juvat gibi yedimi ya ki hayatını bilmeymen. Şu an Xitoy hükümeti bu hususda bana ochiqlik vermese olmaydı. Eğer bana ochiqlik vermese men qo'limdan kelishcha Xitoy hükümetiga qarshi bu yo'lga chiqdim. Takin ömrümning oxirigacha bu yo'ldan chekinmayman.